Xullas Qirg'izistonga o'tib oldik. Bunaqa o'chirtam ko'p emas ekan. Zapravkada gazni boshladik. Hazil qilib tamojniga ham kelib oldik. Tamojniga endi keldik. Odam bunaqa ko'p emas ekan. Lekin bu yerlar bozor bo'lib ketdi. Oldin bu darajada emas edi. Hozir qonli bozor bo'lib ketdi. Odam ko'p joyda nima bo'ladi? Oshxonalar. Sovg'a salom bo'ladi. Sovg'a salom. Shunaqa narsa ketyapti. Gap yo'q, biz tamojniga keldik. Tamojni. Odam xoli ekan, bugun ancha xoli ekan. Xudo xolisa, bunaqa odam ko'p ekan. O'tgan safar kelganimizda asl odam ko'p, gavjum, to'polon uzun o'chirib bor edi. Bugun ancha holilanib, tartiblanib, bari o'zimizni Qirg'izistonga xudo xolisa mana o'tib oldik. Hammasi joyida, xoli ekan. Bugun unaqa odam ko'p emas, ancha akkuratniy bo'lib qoldi. Tamojniyimiz, gaz so'z yo'q. Xullas Qirg'izistonga o'tib oldik. Bunaqa o'chirtam ko'p emas ekan. Hech qancha vaqtimiz ham ketgani yo'q. Oldin u darajada pokiza emas edi, yo'llari ham, xizmat ham hamma o'zgaribdi aka. Zo'r bo'libdi. Qulay. Bizni oshiqcha muammolarsiz, oshiq muammo ham yo'q edi. Oldin ko'p kutib olardik. Endi hozir xudo xolisa sim kart olamiz. Sim kart olib, keyin dashi qaysi tomonga topolgansa, o'sha tomonga keta olamiz. To'g'ri?